Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Bu navbatdagi Tunkafon xizmatimizni Namangan viloyati Mingbuloqda qilib berganmiz. Qadrdonlar, mana shu ko'rib turgan darvozaxonalar uzunligi 24 metr. Shapkalarimizni tarnovlari bilan tunkafonlarni qilib berganmiz. Qadrdonlar, ushbu obyektimiz mana ko'rib turibsizlar, MDF fasondan bo'lgan. Chekadagi MDFlari, tunkafoni, tarnovi hamma yo'g'i ichida. Atigi 42 million so'mga do'stlar, usta xizmatlari, reyka lesalari ichida qilib berildi do'stlar. Qadrdonlar, agar sizlarda ham mana shunaqa joylar bo'lsa, bemalol ekranda turgan raqamlar orqali biz bilan bog'laninglar. Uylarni bizga ishonib topshirsanglar, Xudo xohlasa sizlarga mana shunaqangi ajoyib ko'rinishda tunkafon xizmatlarini qilib beramiz. Qadrdonlar, ekranda turgan raqamlarimizda Telegramlarimiz, WhatsApplarimiz bor. Bemalol bog'lansanglar bo'ladi. Narx-navolarga to'xtaladigan bo'lsak, 1 kvadrat tunkamizni hozirgi paytda 135 ming, 140 ming so'mdan usta xizmatlari, reyka lesalari ichida o'rnatib beramiz. Do'stlar, aytilayotgan summamiz ketgan materialimizning listini, rasxodini kvadratiga hisoblanadi, joyning kvadratiga emas. Sababi ishlatilgan materialning kvadrati bukilish qayrilishini hisobiga joyni kvadratidan ko'proq bo'ladi. Qadrdonlar, shuni inobatga olgan holda bemalol shu ekrandagi raqamlar orqali biz bilan bog'lansanglar bo'ladi. Sizlarga ham uylarga mana shunaqangi ajoyib ko'rinishda qilib beramiz agar kelishib qolsa. Qancha o'tada qoldi? Assalomu alaykum YouTube xalqi, hammaga. Assalomu alaykum. Tunkafonlar qilyapsiz hasratib. Chiroyli qilib qo'ldan keldi. Go'zal asarni qilaveramiz. Murojaat qilaverasizlar shu nomerlarga. Xizmatdamiz pastgani xalqqa. Rahmat.